Sizlar bilan mana shu ko'rib turgan sumkalaringizni obzor qilamiz narxi oxirida. Birinchi sumkamiz shunaqa havorang shnur ipdan to'qilgan. Taglari kojali, ichlari keng va magnitli qulflar o'rnatilgan. Kalta tutqichi shunaqa baquvvat qilib ishlangan. Bundan tashqari yelkaga taqadigan tutqichlari ham bor. Shunaqa havorangga oq ip aralashtirib naqshlar tushirilgan. Bu bizning birinchi sumkamiz. Ikkinchi sumkamiz qora rangli shnur ipdan to'qilgan. Taglari shnur ipning o'zidan chiqqan. Bu sumkamizning ham ichlari keng va shunaqa magnitli qulflar o'rnatilgan. Kalta tutqichlari baquvvat, yelkaga taqadigan tutqichlari ham baquvvat, og'ir narsalarni ko'tarishga ham mo'ljallangan. Ikkala sumkamizning ham dizayni bir xil. Ikkala sumkamiz ham 5 mm lik shnur ipdan baquvvat va chidamli qilib ishlangan. Sumkamizning narxi 120 ming so'm. Hozirda chegirma narxda.